Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Nazarayt. Do'stlar, bugungi videoda kecha qo'ygan videoyim 36 ta like yiqqani uchun 36 ta yovuz mobni hardcore rejimida o'ldiraman. Qani unda ketdik. Birinchi biroz kuchayib olamiz va o'ldirishni ham boshlaymiz. Albatta, bu yerga ham borib ko'ramiz. Buzilgan portalga. O'zimizga toshli aslahalar ham yasab oldik. Endi u yerga borib ko'rsak, nima bor ekan? Mana keldik. Endi sandig'ini ochib ko'rsak bo'ldi va bizga oltin olma, 2 ta obsidian, 6 ta temir, 30 ta temir bo'lagi. Yaxshi, normal narsalar chiqdi. Hozir bitta temir bo'lagiga aylantirib olsak bo'ldi. Ay, kuydim. Qaynoq ekan. Uchta temir naqd. Bitta qilich, bitta qalqon yasab olamiz o'zimizga. Yanımızga olamiz. Biz normalni kuchayib qoldi. Endi yana nima kerak? Mayli. Sizga oltin keragi yo'q. Endi biroz ovqat to'plab olsak, muammo yo'q. Men bu yerda aylanib yurganimda u yerda qishloq turibdi ekan. U yerga borib ko'ramiz. Temirchining uyi bo'lsa, undan ham yaxshi deb turgan joyimda chiqib qoldi. Bu uyni sandig'i mo'jizalar olib keladi. Va yaxshi ekan. Mayli, turib turarsan. Bizga o'zi boshqa narsalar kerak emas. Shu galemni chopib olsak bo'ldi. Bu yoqqa kel. O'zi yo tirik qolursinmikan? Lekin o'ldirib qo'yapti bizni moblarimizni. Endi bo'ldi. Oltita temir tushibdi. Yaxshi, bunga aslahalar yasab olamiz yana. Bizga hozir karga kerak, bitta jajgalka yasaymiz. Va karga yasaymi, yasamaymi? Men o'rniga teshimga yetib qolganda yaxshi bo'lardi-yu. Axir ishtonim yo'q-ku meni. Mayli, turib turaversin. Suv kerak bo'lib qoladi. Endi ovqat to'plasak ancha yaxshi bo'ladi. Yo'qmadimi?
kech ham tushyapti. Ishlar ham bor endi. Sovuq ham bor. So'qatyapsizlaringmi? Mayli. 5 ta ham hozircha yuribdi. Va moblar hozir paydo bo'lishga boshladi. Zombilar ham paydo bo'ldi. Endi boshlasak ham bo'ladi. Talpani Enderman. Mana bu. Ikkinchisi. Creeper, ishonaman. Ana, uchinchisi edi 5 ta bo'ldi. Oltita bo'ldi. Buni hisoblamaymiz, mayli. Mana bu bilan 7. Bor, ur endi. Ishonaman senga, zombi. Mayli. To'qqizinchisi va 10 ta. Shu tarafdan urib meni o'ldirib tashlashdi-ku. Afsuski, challenge-da yutqazdim. Do'stlar, bunday yutqazdim, lekin agar istasangiz izohlarda yozib qoldiring. Buni ikkinchi qismi chiqsinmi, chiqmasinmi? Unda xayr.